Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Mana Xudo xolasa Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Umra ziyoratiga ketayotgan ziyoratchilarimizni kuzatgani kelganmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Xohlovchilar o'zimizni Marg'ilondagi rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisiga ham tashrif buyurib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblarni olib, o'z joylarini bron qilishlari mumkin. Barchalaringga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Obuna bo'lib qo'ysalar, mana shunday yangiliklarni ko'rib turasizlar hamda o'zlaringning joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Xudo mana aeroport ichiga kirib oldik. Xohlasa endi ziyoratchilarimizni kutib olsak bo'ldi. Mana Toshkent aeroportidamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta obuna bo'lib, like ham bosib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana biz aeroport ichida o'tiribmiz. Umraga ketayotganlar hamma shu yerda mana Xudo xolasa inshaalloh Alloh nasib qilsa barchalarini kuzatamiz. Bu mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bugungi ziyoratchilarimizni ham jo'natib chiqyapmiz. Mana aeroportdan Xudo xolasa chiqdik mana. Xudo xolasa endi borib 14 kun davomida ziyorat ibodatlar qilib kelishadi. Mana shu mashinani oldi, nima deysizlar? Qullov olsin, buyursin deganlar bittadan like bosib yuboringlar. Hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar, sizlarga yana bitta ma'lumot, mana uchib kelganlarga shuni chiqishdan chiqib yo'lda bag'aga o'tsalar, mana bitta mashinalar turadi. Mana shu yerdan Xudo xolasa bemalol xohlagan taraflaringga ketsalar ham bo'ladi. Vodiygami, vohagami, bu ham bitta ma'lumot sizlar uchun. Mana uchib kelish, shuni chiqishlaringga yo'lda beri yog'iga o'tsalar, mana shu yerda xiyobon bor mana mashinalar. Bu ham bir ma'lumot bo'lib qoladi. Bizga obuna bo'linglar hamda bizni kuzatib boringlar.